O'sha o'yinni 11-1 yutganiga qaramay, Real haligacha ushbu El Clasicodan uyaladi. Futbol tarixidagi eng nafratga to'la to'qnashuvlar haftaligining ikkinchi qismi. Taktikaga obuna bo'ling va qolgan qismlarni o'tkazib yubormang. Birinchi El Clasico 1902-yilda o'tgan bo'lsa-da, aynan 1943-yilda ikki klub o'rtasidagi nafrat yangi darajaga chiqadi. Ispaniyada yaqinda fuqaro urushi tugagan. Real Madrid diktator general Franco hukumati erkatoyi. Kataloniyaliklar va Barsa esa ushbu hukumatga qarshilik ramzi edi. Ispaniya Kubogi yarim finalidagi birinchi o'yinda Barsa uyda 3-0 hisobida yutadi. Madridda esa o'yin siyosiy sirkka aylanadi. O'yindan oldin hukumat nazoratidagi gazetalar Barsaga qarshi informatsion hujumlar boshlaydi. Klubning ba'zi o'yinchilariga qarshi esa ochiq tahdidlar qilinadi. Birinchi taymning o'zida Real 8-0 hisobida oldinga chiqadi. Kataloniyaliklar bunday muhitda o'ynagisi kelmagan, lekin ularni ikkinchi taymga chiqishga majburlashadi. O'yin 11-1 hisobida yakunlanadi va bu hozirgacha ikki klub o'rtasidagi eng katta hisobli g'alabadir.